arzuni yengish uchun arzuni kuchayting. Bu qanday gap? Mayadagi arzuni yengish uchun deganimiz, tövan darajalik ba'zi xato arzularni yengish uchun yana bir yuqori darajalik arzuyingizni kuchayting degan gap. Bu temada yana bunday gap bor. 自律的前提是自信. 自信deganimiz o'ziga bo'lgan ishonch. Ma'naviyatning qatlamini ko'rsatadi. Bu gapni deganimda o'roqlash haqidagi tema hamma odamga tushadi-da hamda. O'zim ham 20 yildan beri bu Japonni tatib baxtim. O'zimning 5-dan o'tgan ishlarda hamda. Hamda bir odam turmushdagi shunday bir yurish narsalarni hal qilish kerak. Mayli odatdagi odam bo'ling, mayli yuqori qatlam muvaffaqiyat qozongan odam bo'ling, hamma odamga o'xshash bir narsa bor. 自律 deydigan. 自律degan gap shu o'zini tutib olish, tartibga tushish, ba'zi ushaq orzularni besish degan gap. Hamma odamga tushadigan bir narsa bor. U bir yurish shu tuvan darajalik orzularni besish masalasi. Masalan, 戒色 deymiz. 戒烟, 戒酒. 减肥 masalan shu. Tamokini tashlash, aroqni tashlash, yoki kontrol qilish, o'riqlash deymiz endi. Ondan ishni kechiktiradigan masalan. To'yanjang deydigan odatli bor odam ishni davomli kechiktiradigan bu narsalarni o'zgartirish. Ondan unumsiz aloqadan o'zimizni tortish, tayini yo'q so'rinlarni o'zimizni tortish degandek mushu bir yurish ishlarning hammasini yig'ishtirib kelib 自律 deymiz. 自律degan shu mushu jihatlarda o'zingizni tutib oling degan gap. Doktor Dolqun Qodir boshchiligidagi yosh o'smirlar Beijing o'rganish safarini tushunmoqchi bo'lsangiz, tövandagi undidarni qo'shing. Hamda bu yerda bir test narsa bor. Biz buni bir orzu, bir odat qatlamida muomala qilsak, men bu odatlarni men qanday qilib yengaman deb buni bir odat bilan yana bir odatni yengmoqchi bo'lsak, buni yengmak nihoyat tez bo'ladi. Chunki u odatlar inson tabiatida bor narsalar. İnson tabiatiga ming yillardan beri o'rnab ketgan narsa. Hamda ming yillardan beri o'rnab ketgan mush odatlarni odam shuhratparast bo'ladi, huzur halovat ko'rgisi keldi, tamoq yegisi keldi, uxlagisi keldi, o'rin bo'ladi, shaxsiyatchi bo'ldi degandek mushu odat qatlamida mana mushundaq bir mustahkam o'rnab ketgan bir narsani yana bir ideya bilan, bilim bilan yangiman desak, buni yangmak intayin tez bo'ladi. Şunun bilan bugungi tema o'zimizning qatlamini bir daraja yuqori ko'tarishimiz kerak. İdeya jihatda, ma'naviyat jihatda o'zimizni bir poklashimiz kerakda. Bir isil odamlar, dono odamlarning qatoriga kirishga tirishishimiz kerak. Mushu jihatdagi yuqori qatlamdagi orzuimizni hal qila olsak, ondan ma'naslarni hal qilish tuyuqsiz o'ng'ay ish qilinib qoladi. Endi boy degan mavzudagi gapga tushimiz. Arzuni yengish uchun arzuni kuchayting. Ikkinchi arzu bir cho'ng arzuni kuchayting degan gap. O'zingizning bir jamoatingiz bo'lsin, kasbingiz bo'lsin, vatan xalq bo'lsin yoki avlodlar uchun bo'ladigan shunday bir cho'ng arzuyingizni paydo qiling. Mushu arzuni paydo qilamasangiz, boy degandek ishlarda o'zingizni tuta olmaysiz. O'zini tuta olmagandan namrat odamning boy bo'lishi yoki boy odamlarning texmi isl odamga aylanishi, mashlarning hammasi tasga aylandi. Hamda buningga ko'pchilikka tonish bo'lgan eng yaxshi bir misol bor, demoq o'roqlashning ishi. O'roqlash o'ng'ay desa o'ng'ay, tas desa naytimi tas bir ish. Nurg'un odam mana o'roqlashning jafosini tortib o'tdi. Menmi ilgari tortgan. Endi men 20 yildan beri tuyuqsiz bu ish men uchun o'ng'ay ish qilinib qoldi. Nima uchun degan chaqda 10 necha yil turib ketgan bu og'ir holat. O chaqda o'zimizning mana bu xizmat, uyg'unish, jafoliq, aldirash bo'lib ketgan, o'zimizga o'zimiz diqqat qilib bo'lmagan, o'zimizni tashlayotgan, shu aldirashchilik tirishib yurgan vaqtlarimiz hamda. Nurg'ulg'an o'ttir yosh ayollar shu bosqichda tug'an. Hamda men 20 yildan beri mening bu ishim nimda bo'lib qoldi degan chaqda men mushada dars orqali bir top o'rganguchi, o'zining ahvolini yaxshilamoqchi bo'lgan bir top o'quvchilarga men yetakchi bo'ldim. Hem tor orqaliqmi bu o'roqlashning va'dasini butkul tordoshlarga va'da qildim. Demak, jamiyatda men bir top odamning sog'lom ideyasi, sog'lom turmushiga men bir boshlamchi bo'lmoqchi. Ko'nglimga texmi cho'ng bir orzuni pukdim. Odam mana shunday cho'ng orzuni pukkan vaqtida ondan ushaq tushakma arzu,
tamoq yegisi kelib ketadigan, uxlab olg'isi kelib ketadigan, chiniqishdan o'zini qochiradigan ma ushshaq narsalarni tuyuqsizla yengili bo'ldi ekan. Demak, bu yerda ikki chastotaning ishi. Agar biz bir qatlamdagi chastotada turib, ma o'ruqlash, tamoq, o'rinliq degandek ma qatlamdagi odatni yana bir shuni bilan tang qatlamdagi bir odat bilan bir xiyol bilan yengiman desak, buni yengmak intayin tez. Yengen taqdirdimi kayniga yenib ketadi. Shunda bo'lgan vaqtida biz cho'qim bir ma'naviyatimizni yuqori bir chastotaga chiqishimiz kerak. O'zimizni bir esil odam, men bir esil ish uchun tirishyapman, nurg'un odamga yaxshilik qilyapman, butkul jamiyatga foydali ish qilyapman degandek bir yerga chiqqan vaqtida, ondan bu ish tuyuqsiz o'ng'ay ishga aylandi.